Bu narsani xayolingizga ham keltirib o'tirmanglar akalar. Sizlar har qatdan elektr energiyani tejab qolmoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Akalar har qatdan tan olinglar, elektr energiyamiz juda ham arzon. Aka qimmat bo'lsa yoki fikringizni kommentariyada bemalol yozing, lekin men javob beraman. Elektr narxi O'zbekistonda rivojlangan davlatlarga qaraganda ancha arzon. Xo'p aka, shu zamonda ham baribir elektr energiyani tejash juda ham muhim. Xo'p, biz sizga taklif qilayotgan mana bunaqa matlarimiz aka sizni elektr energiyangizni 60% gacha tejab beradi. Qanaqa qilib deysizmi? Aka qarang, to'g'ridan to'g'ri bu issiqlikni pastga o'tkazmaydi. Pastdan chiqayotgan zaxni to'g'ridan to'g'ri ushlab qoladi. Aka, eng asosiysi bunga to'g'ridan to'g'ri shlankalarni qotirsangiz bo'laveradi. Aka, ustiga shinostiyashgan qopingizni tarkibingizni qilasiz, ishingiz oson va tez bitadi. Narx-navosi keladigan bo'lsangiz, aka, bitta like bosib yuboring-da, narxni aytaman. Aka, bosib qo'ydingiz, endi buni narxi 26,000 so'm. Xo'p aka, agarda qurilishda ko'p foydali ma'lumotlar o'tkazib yuborayman desangiz, aka, profiliga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Videoni eng yaqin do'stlarga tashlab qo'yishdan esdan chiqmasin. Biz ham kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.